Biz bozorda gul sotamiz. Ba'zi bir mijozlar gul olib qo'ying deb pulini berib qo'yib esidan chiqib qolib ketadi. Ba'zilari kelasi bozor kelib aytib, yo gulni yoki pulni olib ketadi. Qolgani qolib ketmoqda. Klientning bizda qolgan pulini nima qilishimiz kerak? Bismillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Demak, bu savol beruvchimiz gul sotish ishi bilan shug'ullanar ekanlar. Mijozlar kelib ma'lum bir gulni olish uchun pul berib ketar ekanlarda, keyin yo eslaridan chiqib qoladi yo qandaydir bir sabab bilan o'sha pullar bu sotuvchida qolib ketar ekan. Sotuvchida qolib ketgan pullar bu sotuvchida omonat turgan hisoblanadi. Omonat bo'lgandan keyin buni sotuvchi o'zicha ishlatib yormaydi yoki o'zini boshqa pullariga qo'shib yormaydi, alohida saqlab turadi va mijozni kelib olib ketishligini kutadi. Qanchadir vaqt o'tdi hamki, mijoz kelib pulni olib ketmayapti. Mijozni kelishligidan umid ham uzildi. Ana shu vaqtda bu pulni sotuvchi mijoz tomonidan faqir fuqarolarga, demak kambag'al odamlarga ehson qilib berib yuboradi. Vallohu a'lam.